Assalomu alaykum yurtdoshlar, bizdan kuzatib borayotganlar. Bugun bizda bog'cha mebellari uchun tayyorlagan mebellarimiz bor. Buni albatta sizlarga qisqagina obzor qilib beraman, narxlari bilan tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Mebellarimizni bog'chachilar va uy bog'cha ochmoqchi bo'lganlar uchun yuborib qo'ying, chunki bu video ular uchun eng foydali videolardan biri bo'lishi mumkin. Xo'p, birinchi bo'lib tanishtirib o'tadigan mebelimizdan biri ajoyib shkafimiz. Shkafimiz razmeri 1.40 ga, balandligi ham 1.40 tayyorlangan. Ichi 2 ga bo'lingan ikkitadan vishilkalari bor. Ostki qismida ham xuddi shunday. Bunda ikkitadan ya 4 ta bo'lib bemalol foydalansa bo'ladi. 4 eshikli variantimiz. Bunimizning narxi 1.200.000 so'm. Buni 2 tashkalligi ham bor. Unisi 1.400.000 so'm chiqadi. Bunimizda albatta PVX kromkadan foydalanganmiz. Qiroqlariga oshirmoshlariga maxsusli davchilarda qo'yilgan, xudo xolasa uyaltirmaydi, asta o'zi sekin yopiladi. Hop, keyingi mebellarimizdan biri bunday o'yinchoq shkafimiz. O'yinchoq shkafimizni bu 250 joyga tushadigan razmerimiz. Buni 3 metr joyga tushgani ham bor. Bunimizni bu joylarda polkali ko'rmaydigan narsalarni qo'yib qo'ysa bo'ladi, bu yog'iga o'yinchoqlar qo'yib qo'ysa bo'ladi. Bunda albatta e'tibor bergan bo'lsangiz, har rangda rasvetka qilib tayyorlaganmiz, qiziqarli va chiroyli bo'lishi uchun. Hop, keyingi mebellarimizdan biri mana bunday ajoyib 2 tashkali karavotimiz, 4 etajli karavotimiz. Bu g'aladonli stilimiz, e'tibor bergan bo'lsangiz, ularda ham xuddi shunday rang-barang qilib tayyorlaganmiz. Bunimizni foydalanib ko'rsataman. Kirpichlar yengil, osti qismlari roliklar va displeylar qo'yilgan. Sifatlari juda ham zo'r, bemalol katta odamlarni ham ko'taradi. Foydalanishga